Assalomu alaykum. Xitoydan savdo darsliklari kanali a'zolari. Hop, Pinduoduo bo'yicha 7-darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsda biz sizlarga Pinduoduo ilovasiga ochgan viza kartamizni ulashni o'rganamiz. Hop, buning uchun birinchi pastdagi ushbu bo'limga kirib olamiz. Keyin ushbu bo'limga kiramiz. Bu Duoduo kошелек deyiladi. Hop, keyin ushbu joyda 3-bo'limga kiramiz. Hop, ko'rib turganingizdek, biz oldin bitta viza karta ulagan edik. Hozir yana bitta viza karta ulashni ko'rsatib o'tamiz. Hop, yangi viza kartani ulash uchun pastdagi ushbu qizildagi plus tugmachasini bosamiz. Kirgandan so'ng ushbu joyga karta raqamimizni kiritamiz. 16 xonali karta raqamini kiritamiz. Karta raqamini kiritgandan so'ng mana Pinduoduo ilovasi kartani ko'rdi, viza karta ekanligini tanidi. Endi pastdagi qizil tugmani bosamiz. Hop, ushbu bo'limga kirgandan so'ng, demak, birinchi qatorga ism familiyamizni kiritamiz. Hop, e'tibor berasiz, kartangizda ism familiya qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa kartada qanday yozilgan bo'lsa, o'shani yozasiz. Ikkinchi qatorga kartani amal qilish muddatini yozasiz. Bu ham kartada bo'ladi. Hop, 3-bo'limga esa kartaning CVV raqamini kiritamiz. Ya'ni viza kartalarning hammasida CVV raqam bo'ladi, 3 xonali raqam bo'ladi. Bular kartaning orqa tomonida bo'ladi. Asosan o'sha kartaning orqa tomonidagi 3 xonali raqamni kiritamiz. CVV raqam deyiladi. O'shalarni kiritamiz. Hamma ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng pastdagi ushbu qizil tugmani bosamiz. Mana ko'rganingizdek, hammasi tayyor. Yangi viza karta ulandi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Siz karta ulayotganingizda yoki karta ulash qismiga kirishingizdan oldin sizdan 6 xonalik parol so'rashi mumkin. Bu ya'ni o'zi uchun raqamlardan iborat bo'lgan, o'rtalik raqamdan iborat bo'lgan parol kiritasiz. Bu eslab qolishingiz kerak parolni. Buni Pinduoduo ilovasida buyurtma berishingiz jarayonida so'rab qolishi mumkin. Yo sizdan o'sha 6 xonali parolingizni so'raydi. Buyurtma berayotgan paytda to'lovni amalga oshirayotgan paytingizda o'sha 6 xonalik parolni so'raydi sizdan yoki o'sha kartangizdagi o'sha CVV raqamni to'lov qilish jarayonida so'rashi mumkin. Shu ikkita narsani eslab qolasiz doim. To'lov qilayotganingizda so'rasa, o'shani so'rasa, agar 6 xonali parolni so'rasa, hozir kiritadigan o'sha 6 xonali parolingizni kiritasiz. CVV raqamni so'rasa, kartaning orqa tomonidagi 3 xonalik raqamni kiritasiz. Shu bilan Pinduoduo ilovasiga karta uladik. Endi bemalol buyurtmalarni amalga oshirsak bo'ladi ushbu viza kartamiz orqali.